Akalar, buqa boqish sirlarini bir o'zgachasini qilib beraman. Qanchadan olingan, hozirgi kunda qancha, hammasini chiroyli qilib yoritib boramiz. Otabek akam xudo xolasa paddeshga qilyapti. Like bosib, boqqanda otasiga rahmat deb kommentariy yozib qo'ysalaring bo'ldi. Assalomu alaykum. Bo'rongiz kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, buqa ishqibozlari. Biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasidamiz, to'g'rimi? Otabek aka, Tinchlik shaharchasida. Otabek akamiz 21 bosh buqalar bor ekan. Buning ichida 4 bosh avlikol, 1 bosh simental, Qozog'iston simentali, qolgani Geriford buqa, xullas Beligalov, aralash qullash, xullas jami 21 bosh. Shunaqa Otabek aka? Xo'p, shularda qanchadan olgan, qancha bo'ldi olganiga, hammasiga savollarga javoblarni chiroyli qilib yoritib o'tib ketamiz. Videoni yakuniga qadar ko'ringlar, bittadan like bosib, kommentariyani unutmanglar. Sana kuniga 5-may 2025-yil hafta kuniga dushanba. Buqachilar gazini bosamiz. Xo'p. Hammasini bir paytda olganmiz Otabek aka, bitta odamdan? Hammasini bir paytda bitta odamdan olgansiz. Qayerdan olib kelgansiz aka bularni? Yangi Qo'rg'ondan kimni olgansiz? Ha. Kim dedingiz otini? Shomrot? Shomrot aka degan o'sha yangi Qo'rg'onlik aka hozir olib kelmayapti, o'sha odamdan olishgan ekan. Xo'p. Hozir bular tashqariga chiqishdan oldin bitta yemini ko'rsatib o'taman akalar. Xo'p, yemiga kelsak, somonda mayda qilib chiqarishar ekan. Kepi bor ekan, Otabek. Kunjara bor. Kepi bor, kunjara bor. Chiqidan beriladi. Silos o'z ekan Otabek aka, malla silosmi? Silos bor. Ozroq beriladi. Ozroq. Shu ertalab solib qo'yasiz. Bitta bostirib solib qo'yasiz aka. Kechgacha ertasi kungacha yetadi. Akalar somonni tornado drabilkasidan chiqarishar ekan. Bo'ronuzda deganim. Bo'ronuz drabilkasida chiqarishar ekan. Bo'ronuz drabilkalarida chiqarar ekan. Tornado ham bo'ronuzdan farqi yo'q. Ikkovidan ham bo'laverasizlar. Homiyligimiz bir. Xo'p, Otabek aka. Xo'p. Bir kunda qancha kepi ketadi aka? Bir kunda men 21 ta boshga 80 kilo kepi tashiyman. Ha. 25 kilo kunjara tashiyman. 1 kilodan. Ha, 1 kilodan chicha oshar ekan. Keyin 30 kilo chigit tashiyman. Chigiti ham bor. Chigiti ham bor. Ana keyin 3 ta press qilaman. 3 ta press drabilkadan chiqarasiz. Drabilkadan chiqaraman-da 30 ta haligi stratenli kurak bor-ku, unda 30 ta tashlayman. Ha, 30 ta. Silyos. Ha. Shunday aralashtirib, shunday tashab qo'yaman. Bir kunlik. Bir kunlik. Men bir mahal tashlayman. Bo'ldi. Aka, bir mahal tashlasangiz bo'ladi ertalab. Suvni olma uzmayman. Sud, kruv sudga yonda turadi. Ko'rsatamiz uni ham. Otabek aka, effekt yaxshimi shunda? Effekt. Bitta buqa bir kunda necha pul yeyapsiz taxminan? 35 minggacha yeydi. Bir kunligi 35 mingga tushadi, to'g'rimi? Baland 35 ming. Baland eng zo'r bergan. 30 ming bo'laveradimi? 30 ming desak. Bir oyda 900 ming yeyapti ekan akalar. Bir dona buqa bir oyda 900 ming. 10 tasi 9 million degan akalar. Bu buqalar bir oyda 50 kilo semiradi. 50 kilo semiradi. Eng bo'mar degan 45 kilo semiradi. Baraka toping. Ashunaqa effektli buqalarda bular jonivorlar qarang. Xo'p. Qoching, bitta tayoq olib bermasa, bitta suzaman deyapti. Bilasiz yo'qmi? Suzmaydimi? Jonivorlar qarang, zo'r boqib qo'yishibdi, nima dedilaring? Qaysi oy olgandingiz Otabek aka? Qaysi oyda olgansiz? Noyabrda 27 oy bo'lyapti ekan Otabek aka. Hozir 5-oy bo'lsa, noyabrda 27 oy bo'l. Joyingiz ham zo'r ekanda, nimalaringiz aka? Ha? Sharoitingiz yaxshi ko'rsatmasin. Aylantirib uy solib qo'ymasdan akalar, mol xonadonning orqa tomoniga molxonani addushyo qilingan ekan. Mollar mazza qilib futbol stadionida yurganda yuguraverar ekanda. Xo'p, noyabr oyida olganingizda qanaqa edi aka bular? Effekt qanaqa bo'ldi? 12 milliondan olganman. Hammasini-ya? Ha, katta kichik qilib 12 milliondan olgan. Akalar hozir eng kichkinasi 20 million ustida. To'g'rimi? 7 oy boqishgan bo'lsa akalar 20 million ustida bo'lsa bitta mol 9 ming bo'lsa, xo'p, 12 million 19 million. Xo'p. Akalar, buqa boqishdan qanaqa manfaat bo'ladi? Kommentariyaga yozasizlar. Ko'pdan qolaveradi. Ko'pdan ko'p qoladi aka. Bitta ikkita boqsangiz aka, misol
7 oy boqqan bo'lsa, 1 oyingiz 9 millionga 1 oyingiz 9 mingga tushsa, 10 oyingiz 9 million bo'ladi. To'g'rimi aka? 10 oy boqilgan yo'q. Lekin bir hisoblayni chiqarasizlar, kommentariy yozasizlar. Endi bularni eng kichkinasi ham 20 millionning ustida. Endi qancha vallohu alam, qanchaga sotiladi Alloh biladi. Ammo novvoslar effekti zo'r. Pul bog'lagani shinamandachilikka zo'r ketadi aka. Birinchi o'rinda foyda emas. Birinchi o'rinda eshitganim foyda emas, qiziq shinamandachilikka, to'g'rimi? Pul bog'lagani. Ha, mehr bersangiz bo'ladi. Mana avliku mashinalarda ham 12 millionga olganmiz aka achilarni. Ha? Akalar ashlardan 30 million atrofida novvosda. Yo sot. Xo'p. Bo'ronimiz tir-tirlak bosasizlar. Bo'ronimiz kanalimizga obuna bo'lasizlar. Instagramimiz bor. Instagramimizga ham qisqa va lo'nda videolar qo'yib boryapmiz. Mana kattalarni qarang mana. Mana jonivorni qarang. Nima deyapti bu? Hoppa! Hop. Otabek aka, ash ichkarini to'sib qo'yishning iloji bormi? Ichkarini to'sib qo'yishning iloji bormi? Bularni qiziqqanlar bo'lsa boqaman, olaman, Shatar shahriga desa, qiziqqanlar bo'lsa, hozir bularni eng kichkinasi ham 400 kilo chiqadi. Eng kichigi mashina bo'lsa kerak mana. Tulamagan Otabek aka. 400 kilo chiqadimi? 390 kilo desam bo'laveradimi? 300 ana 380 dan 410 kiloga qadar mo'ljallaylar eng kichigini. Mana ularni qarang, mana ularni toshilab ketgan, yaltirab jonivorlar. Akalar xulosa o'zlaringdan, lekin shinamandachilikka boqadiganlarga taraf yo'q. Qizig'i yo'q. Mollarni ko'rib, yemini solib, qarab, ilgari betga kelganman. Ilgari betda adashmasam 2 yil bo'ldimi Otabek aka? Simental zo'r sigirlari bor edi Otabek aka. Bundan beri keyin to'g'ri novvos boqaman-da. Simental sigirlar zo'rlari bor-da aka. Simental sigirlarni sotishib novvosga o'tishgan. Endi nima sotishgan? Zerikkan. Necha yil boqqan sigirlarda aka? 5 yil sigir bilan shug'ullangansiz. Akamiz oxiri zerikib bir novvosdan ham ko'p foyda yaxshi ekan undan. Ha. Mehnat ko'p qiladi. Mehnat ko'p, bunga bitta qarab qo'ysangiz bo'ldi. Menga men 2 mahal vaqt ajab, 1 mahal vaqt ajab ketsam xolos. Hoppa, jonivorni qarang, yugursan ham. Qani hoppa, ikkinchisi ketdi. Aka sotib yuboramizmi qiziqqanga? Qiziqqanga. Kichkinasi nechi pul? Yoshimi kichkinasi, qani kichkinasi? 23 million. Kami bor. Voy, duval ko'zingni urasan, ey. Qani sen ham yugurchi? Voh, polmonlar qaranglar. Havas qilganlar lakni gumulatinglar. Mana qarang. Tuxum kallalar qarang, mana uni qarang. Onasini yemsin. Mana uni qarang. Eng kichkinasi ketdimi eng kichkinasi? 23 million kami bor eng kichkinasi. Men oqlarichi oqlar. Oqlarni endi sotdikda buni. Sotib qo'ydingizmi? Akalar oqlar sotilib qolibdi. Xo'p. Qanchadan sotilgan aytmaymizmi? Ha? Qanchadan sotilgan aytmaymizmi? Endi egasini bilmasmi? Ha, sir ha, va. Egasini. Bo'laveradi. Qanchadan sotilganini aytmaymiz oqlarni. To'g'ri oqmi? Xo'p bo'ladi akalar. Xo'p, qolgani nechi puldan? Otabek eng kichkinasi 23 million. Qolgani nechi pul? Hozir 30 million aytamiz-da. Jitta tushing. Shu. Ha, tushing. Akasini tushib beraveraman. Shatta tushib beraverasiz, ha? Shatta tushib beraveraman. Akalar telefon qilaverasizlar. Ha? Kelaversin. Telefon raqam bering, telefon raqam Otabek aka. Kelaversin. Telefon raqam bering, ha. 99lik. 99lik, hop. 197 197 1184. 1184 telefon qilishaversin, ha. Qilishaversin. Hammasini olibdimga nechi puldan? Quyug'i suyug'i. Quyuq suvigami? Ha. 4 ta oqdan tashqari. Ha, nechi 16 ta qoladi. 17 ta qoladimi? 17 ta qoladi. 28 dan beraveraman. Hozir bitta 23 millionligingiz ham bor-ku. Bor 2 ta xolos-da. Ha. 2 ta bor. Mana uzunligini qarang. Chiqarib beraman. Ochqa sotib beraman. Mashi nechi pul? Mashi boshqacha narsa ekan mashi aka. Yopishtirib o'rgatinchi. Bu suzadi hammi deyman. Bu hammasi ham zo'r. Yeb ichishga gap yo'q. Xo'p. Qani o'sha kichkina? Xullas. O jun to'kilmagan bitta turibdi. Ha. Mana bu. Ha, to'pponcha. Mana katta. Bu ham oz veska bor-ku. Ha. Yaxshi keladi, ha? 400 da o'ynatib qo'yadi yaqinlar. Ha, baraka toping.
Hurmatli birodarlar, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, akamiz 12 milliondan olishgan ekan. Mana ko'ryapsizlar, 12 milliondan hozir 30 million, 23 milliondan 30 millionga qadar baho aytishyapti. Savdolashib, talashtirib olaverasizlar. Telefon raqamlarini ekranga yozib qo'yaman. Telefon qilsalaring, lakasda tashlab berishadi. Kelib ustida ko'raverasizlar. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Like taymanglar.